Mana shu ko'rib turgan yog'ochlar 100% yong'oqda. Mexanizmlar 100% hammasi Turetskiy. Dinalarini kengligi 95 santimetrdan. 300 xil materiallarimiz bor. Xohlagan graduslarda yostiq, spinga qilib foydalanishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Zafar Mebel. Bugun xudo xolasa sizlar bilan Roma modellarimiz 3.8 Lexus Romani boshqa ranglari Vibur juda ham ko'p. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Zafar Mebel. Bugun xudo xolasa mebel olishda nimalarga e'tibor berish kerak, shularni tanishtirib o'tamiz. Olayotgan mebelingiz обязательно sasna yog'ochidan bo'lishi shart. Ichidagi parolonlari, pampers prujinalari ham unisi обязательно e'tibor berishingiz kerak shunisiga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Zafar Mebel. Bugun xudo xolasa sizlarga mebellarimizni qisqacha obzor qilib, qanaqangi materialda bo'lishi kerak, ichki karkaslari hamma yo'g'ini 100% gacha yoritib berishga harakat qilamiz qo'limizdan kelganicha. Gapimizni qisqa qilgan holatda ishlarimizni tanishtirib o'tamiz. Birinchi navbatda adresimiz Farg'onaning Oltiarig'ida. Hozirgi aytib o'tgan narxlarimiz ichida vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dostavka ustanovkalari kiradi. Xo'p, bo'lmasam ishlarimizni tanishtirib o'tamiz. Bu modelimiz Roma model deyiladi. Standart razmeri 340 ga 240 bo'ladi. 50 ga 80 ikkita pufiga 6 ta yostig'i bo'ladi. Xo'p. Buni fasad qismidagi mebelning joylari shpont bo'ladi. Oyoqlariga keladigan bo'lsak, yong'oqda mexanizmli qo'llarini xohlagan gradusingizda yostiq qilib foydalanishingiz mumkin. Yoki oxiriga taqib qo'ysangiz, spinka holatida suyanib o'tirishingiz ham mumkin. Oxiriga taqaysiz, ya'ni joyiga o'z holiga qaytadi. 6 ta yostiqli xohlovchilarga yostiqni xohlagan rangida qilib beramiz. Uylarni pardalariga moslab, gnomiga moslab har xil svetda ham qilib beraveramiz. Unisi muammosiz. Ichki karkasi 100% sasna, pampers prujina. Pampers prujina qanaqangi narsa deganlarga video oxirida ko'rsatib o'tamiz. U pampers prujina Xitoydan primoy tayyor keladigan mahsulot. Nolga cho'ktirganingizda ham cho'kib qolmaydi. Shu narsalarda mebelda narxlari, materialida o'zgaradi, oyoqlari yong'oq bilan plastmassa oyoqlarni o'rtasida $100 raznica qiladi. Materialida 500 ming, 1 million, $100 gacha materialning o'z raznicasi bor. Ichki karkasida 500 ming so'm. Shunaqangi narsalarda sizlarga tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Sidinalari 65 santimetrdan bo'ladi. Bularimizni yoniga ikkita pufigini qo'ysangiz, 2 kishilik katta spalni bo'ladi. O'ng-chap tanlamaydi bu ishlarimiz. Materiallari Turetskiy. O'tirganingizda juda ham qulay, yumshoq matodan bo'lgan, odamni o'ziga quchoqlab olib qoladigan. Yozgi kunida ortiqcha issiq bo'lib terlatib qo'ymaydi, havo o'tkazib turadigan material. Qish kunida bo'lsa, ortiqcha sovuq bo'lmaydi. Xo'p, o'ng-chap tanlamaydi bu ishlarimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, bularimiz 7 million 500 ming so'mdan. Buni arzonlatishning imkoniyati bormi deganlarga albatta bor. Agar oyoqlarini plastmassa oyoq qilib berilsa, $100 ga narxi arzonlaydi. 7 million 500 ming so'm emas, 6 million 300 ming so'mga tushadi. Karkasini, ichkilik karkasini sasnani o'rniga terak qilib ber desa, 500 ming so'm yana arzonlaydi. 5 million 800 ming so'mga tushyaptimi? Materialini agar arzonroq qilib ber desa, holatiga qarab 500 mingdan 1 milliongacha yana arzonlaydi. Ichida pampers prujinaning o'rniga yoki zimeka yoki machilkani o'zi yoki o'zimizda chiqib turgan pampers prujina. Shu holatini 5 million so'mgacha olib tushishga imkoniyati bor. Bu taraflardan muammo yo'q. Arqaliklarigacha o'zini materialda bo'ladi. Dizayn high-tech uslubda bo'lgan. Hozirgi remontlarga juda ham mos variant. Arqaliklarni ham ko'rsatib o'ting. O'ta ham ideal ishlangan, xudo xolasa. Libo odamga ma'qul kelaveradigan. Tikilishlari ham chok-chokida, joyi-joyida. Xo'p, bu modelimiz Bugatti model. Arqaga surilib, kengayib, spalni bo'ladi. Surilganida 95 santimetrli katta spalni bo'ladi. Ikkita 60 ga 90 pufigi bor. Yoniga qo'yganingizda 60 lik tarafini qo'yganingizda 155 santimetrli spalni bo'ladi. 90 tarafini qo'ysangiz, endi juda ham katta joy bo'lib ketadi.
materiallari Malibu yumshoq material. Malibu material Teddy deb qo'yishyapti hozir. Yumshoq material degani endi asli Teddy degan nomligi yo'q. Mana shu ko'rib turgan yog'ochlar borki, hammasi 100% yong'oqda. Oyoqlari ham, fasadidagi yog'ochlari ham hammasi yong'oqdan bo'ladi. Tikilishlari ham o'ta ham skromniy. Skromniy narsa xohlovchilarga bu ishimizni ham tavsiya qilamiz. O'ta go'zal. Yostiqlari o'ziga tikilgan. Har bitta burchaklarigacha surilib, kengayib, spalniy bo'ladi. Xo'p, hozir eng qimmatlaridan boshlayapmiz. Arzoni 1.500.000 so'mgacha bor uglogimiz. O'shalarni ham tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bunimizning narxi 11 million so'm. Agar buni mo'yishi materialda qilib desa, mo'yishi material qilib beramiz. Buniki 9.500.000 so'mga tushadi narxi. Xohlovchilarga bu tarafda yana mana turetskiy materialda bo'lgan bejviy rangi o'ta ham go'zal. Bu odamda ko'nglidan joy oladigan narsa. Ishlashlari ham o'ta yengil. Mexanizmlar hammasi turetskiy. Xohlasa ertaga ish ko'rsatadigan, ortiqcha asab tuzadigan narsa bo'lmaydi. Cho'tki ishlaradi, ortiqcha ovozlar chiqib ketishi, unaqa yerda tokerda yasalib turgan mexanizmlardan foydalanilmaydi. Turetskiy mexanizmlar. 260 ga 90 pufuklari ham, oyoqlari yong'oq, juda ham katta bagati bo'ladi. Yoniga qo'yganingizda vaqti bemahal kerak bo'lib qoladi. Spalniy vazifasini bemalol o'ylanmasdan bajaradi. Bir kishiga bo'lsa mana yotib ko'rsatib beraman. Juda katta spalniy. Bu odam bemalol joylashadi. Hop, tumbasini qo'yganingizda 2 kishilik bo'ladi. Bu yoq tarafda yana trendda bo'lgan modelimiz bor. 3/8. Uni ham ko'rsatamiz. Hop, buni ham oldi ko'rinib turgan yog'ochlari shpont bo'ladi. Oyoqlari yong'oq, ichki karkazlari sosna, pampers prujina. Bularni aytmayapmiz. Esdan chiqmasin, aytib o'tib ketaylik. Rezinaviy korsaj. Buni ham yasalish jarayonini ham, ichkilik karkasini ham hammasini ko'rsatib o'tamiz. Yon bakovoylari 1.6lik dispida bo'ladi. 0.6 MDF yoki 0.3 MDF emas, 1.6lik dispida bo'ladi. Bemalol o'zini otib o'rganda ham, xohlasa ertaga shilqillab ish ko'rsatmaydi. Oldi ko'rinish shpont, oyoqlari yong'oq, MDF karkaslar aylanib o'tadi hamma joyiga. O'ta ham ideal. Xohlasa tikilishlari ham pol klassika. High-tech desangiz ham bo'ladimi? Klassika desangiz ham bo'ladi. Endi chesterlar, ular klassika modellar. Chesterlarimiz ham bor. Uni ham ko'rsatamiz. Endi chesterlarda sekin-sekin davr o'tyapti. Shuning uchun ozroq qo'yamiz ulardan. Hop. Boshida ko'rsatib o'tgan Roma modelimiz. Xuddi o'shani Malibu materialda bo'lgani. Ikkita pufiga 6 ta yostig'i bor. Bu ham o'ta ham go'zal. Malibu materialda bejviy rangi. Bu Telegram kanalimiz bor. Telegram kanaliga o'tishlarini tavsiya qilaman. Bittadan ham ko'proq Viber qanaqangi uyga qanaqangi rang tushadi. Gilomga qanaqangi qo'yilgan tayyor shablonlar bor. Ko'rib, o'ziga xulosa chiqarib, tanlayveradi bemalol. Bularimizni Roma 3/8 modelimizda narxi bir xil, ikkalasi materiallariga qarab o'ynaveradi. O'zgarishi bor. Bularda ham orqaliklarini ham ko'rsatib o'tang, operator. O'ta ham go'zal, ideal ishlangan. Ana shu orqalik materialni o'zini materialdan qilmasdan oddiy qora bo'zdan tortib qo'yishadi. O'shandan qilinsa, yana 200 ming so'mga narxi arzonlaydi. Hop, endi tepada ishlarimizni ko'rsatib o'taylik. Mana bu yerda Roma modellarimiz, 3/8 Lexus modellarimiz bor. Xohlagan turlarda, xohlagan rangida, nalichida ham sirop. Hop, bu hozirgi pastda ko'rsatib o'tgan Roma modelimizdan. Yanada o'zgacha dizaynda materiallari juda ham skromniy.
Hemen dedi har xil, o'shaning uchun har xil rosetkalarni tayyorlab qo'yganmiz. Kimni ko'ngliga qanaqangi rangi yoqsa, tayyorini tanlab olib ketishlari mumkin. Bu ham turetskiy material, havo o'tkazadigan, juda ham yumshoq material. Yumshoq material kamitlarda ko'p uchrab qolyapti. Cho'zilib ketmaydimi, bo'shab qolmaydimi? Yo'q, xudo xolasa. Qo'limizdan kelganicha sabablarini qilganmiz. Endi bu yoq xudo xolasa Allohdan cho'zilib qolmaydi. Razmerini aytdik. 344 ga 240, 50 ga 82 ta pufik, 6 ta yostiq bo'ladi. Bularda katta tumba qilishimiz sababi yoniga qo'yganinglarda katta spalniy bo'ladi. Bemalol yotib foydalanishlari mumkin. 2 kishilik spalniy qilib. Hop, bularni mana qo'llarini yana ko'rsatib o'tamiz. Yostiq, xohlasaning yostiq, xohlasaning kichikroq bo'lsalang spinga qilib foydalanishingiz mumkin. Mexanizmlar hammasi turetskiy. Shmontlarni ham yaqindan ko'rsatib o'ting. O'ta go'zal, xudo xolasa. High-tech fasonlarimiz. Narxi bir xil bularga. Hop. 7.500.000 so'm. Malibu material 3.8 imiz mosh rangda bo'lgani. Bu yoq tarafda Roma modellarimizda boshqa materiallarda qulpinoy teyrali. Bu ham juda go'zal narsa. Telegram kanalimizga o'tsalang, xuddi shundan o'rnatganlarimiz bor. Juda ham go'zal chiqadi bu rangi ham. Bu odamga ma'qul kelaveradi, xudo xolasa. Remont qilingan uyda yanada boshqacha turadi. Gilomli laminat pollarga qo'yilgan holatlari bor. Ochiq svetlarda qanaqa turadi? Har xil vibrsirop. Telegramga o'tishni tavsiya qilaman. O'zlariga ham tanlashga juda ham qulay bo'ladi. Bu bejiviy rangi. Vafli material, qattiq material bunimiz. Umuman o'zini yo'qotmaydi, xudo xolasa. Bu yoq tarafda 3.8 modelimiz. Mana buni ham ikkita tumbasini yopishtirib qo'yganimiz. 1.40 lik katta spalniy bo'ladi. 3 ta yostiqli bo'ladi. 3.8 larimiz. 3 ta yostiq, 2 ta 60 ga 90 pufik. Mebelning joylari ham juda ham go'zal. Bejiviy rangda ajrab, yaqqol ko'rinib turadi. Ko'zga tashlanib, lovullab turadi. Bunga hozirgi aytib o'tgan narxlarimizning ichida stollar yo'q. Stollar alohida. Stolimiz 500 mingdan 2 milliongacha stolimiz bor. O'shaning uchun stollarni отдельно aytamiz. Hamma ko'yniga qarab yoqqanini tanlab olishaveradi. Telegram kanalimizda hammasi bor. Yoki telefon qilishsa, Telegram kanalimizni silkasini tashlab beramiz, katalog tashlab beramiz. Narxlari bilan bemalol ekran ostidagi nomerlarga telefon qilib gaplashaverasizlar. Xo'p. Mana bu yerda Romani rangli svetlari. Oranjiy, seri. Bular ham xudo xolasa o'ta go'zal chiqqan. Narxlari bir xil. Agar bularda 7.500.000 so'mliklarimizda moyishi silliq materialda qidir desa, bularimiz narxi 6.800.000 so'mdan chiqadi. 700.000 so'mga arzonlaydi. Bunimiz bularda qaraganda arzonroq material, bu ham tukli, tozalashga ham udobli, tukli kalta material, silliqroq. Silliq deganda hali moyishiga o'xshagan silliq emas. Bu tukli material. Prosta ularga nisbatan tukli kaltaroq, pulida ham ozgina raznisasi bor, arzonroq. 7.200.000 so'm qilib beramiz buni. Bu yoq tarafda Bugatti'mizda arzonlashtirilgan variantda. Spinkalari orqaga surilib, kengayib, spalniy bo'ladi. Bugatti'ni qimmatlik qilganlarga mana bularni ham bemalol tanlab olaveradi. Hop, bunimizning narxi 8.500.000 so'm. Buni oyoqlari chinor, razmeri 250 ga 350, 60 ga 90 ikkita pufigi bor. Endi pastdagi uголокlarimizni ko'rsatib o'tamizda, sexga kirib, ichki karkasni hamma yo'g'ini 0 dan 100% yoritib beramiz. Mana bu yerda yana o'sha ichkarida ko'rsatib o'tgan 3.8 modelimizda bu ham boshqacha rangi. O'ta go'zal, xudo xolasa. Razmerlari bir xil. Mebelniy stolga juda ham go'zal tushadi. Oyoqlari bilan mebelniy stol bir xilda bo'lib uyg'unlashib,
zo'r tushadi. Razmerlari standart 335 ga 235. Buni ham narxi 7 500 ming so'm. Bu yoq tarafda Malibu materialda bo'lgani bor. 308 imizda V1 ko'p xudo xolasa. Nalichida постоянно 20 ta oshiq V1imiz bo'ladi. Bularda ham o'sha o'tgan 3 ta yostiq, 2 ta pufik. Tikilishlari e'tibor bering. O'ta ham go'zal. Chok-chokida joyi-joyida. Hamma yo'g'i bir xilda keladi. Choklari ochilib qolmaydi xudo xolasa. Xo'p, narxlari bir xil bularimiz 7 500 ming so'mdan. Bu yoq tarafda xuddi shu 308 modelimizda arzonchi varianti. Mana sizlarga yonma-yon bo'lib qolganda misol keltirib o'taylik. Buni ichkilik karkazi terak bo'ladi, buniki sasna. Bularda oyoqlari yong'oq, buniki plasmasda. Bunda Xitoy Pampers prujina pachkali keladigan, bu o'zimizda chiqadigan Pampers prujina bo'ladi. Buni yon bokovoyi 1.6 lik dispida bo'ladi. Buniki 0.6 MDF mana. Hop. 3 ta pufikli, razmeri 440 ga 240, 1 metr bitta pufigi ko'p. O'shanda ham narxi 5 million so'm buni. Narxi 5 million so'm. Shundan o'zlaring uchun bilib olsalaring bo'ladi. Materiallari yaxshi material, lekin ichkiligi, ichida farqi bor, oyoqda farqi bor. Shuni hisobga normalniy summa razinsa qiladi. Katta kichik bo'lganida ham buniki 5 million so'm bo'lsa, bu 7,5 million. 2,5 million so'm shuni o'zida razinsa bor. Agar buni kattalashtiradigan bo'lsak, 9,5 million so'mga tushsa, 4,5 millionga razinsa qilyapti. Bir xil razmerda bo'ladi. Lekin 4,5 million so'm razinsa qiladi. Xo'p, bu yoq tarafda Istanbul 2 modelimiz. Oyoqlari yong'oq, MDF karkas aylanadi. Bunda ham 3 ta yostiq bo'lar ekan bunda, 3 ta yostiq. 2 ta 60 ga 90 pufik. Yarim Chester, pol Chester bo'ladi. Chesterdan keyingi chiqqan variant bu. Xohlovchilarga ham hozirgi ko'rsatgan ishlarimizda xohlagan razmerni qilib beramiz. U tarafdan muammo yo'q. Meni uyimga kichkina ekan, meni uyimga katta ekan degan muammo umuman yo'q. Xohlagan razmerni yasab berishsin. Hech chizib aytib, bu joyi bunaqangi, bu joyi bunaqangi desa, qilib beramiz. Umuman muammo yo'q. Bu Roma modelimizda Genesis kalta tukli materialda bo'lgani 7 million 200 ming so'm. Xohlagan ranglarni qilib beramiz. Bu yoqda o'sha Roma modelimiz trenddagi seri, och seri xohlovchilarga ularimiz och seri rangda bo'lgani. Bunimiz 7 million 500 ming so'm. Bu yoq tarafda yostiqli high-tech ishimiz bor. Spalni ham bo'ladigani. Mana spalni qilib ko'rsatib o'taylik. Katta spalni bo'ladi, ikkita tumbasi bu yoqda tursa. Bemalol bu katta odam joylashaveradi. Razmeri 3,5 ga 2,5, 4 million 200 ming so'm. Moishi materialda bo'lgan, ichkilik karkasi terak. Terakni terak deb, sasnani sasna deb bitta-bitta yoritib o'tamiz. Endi ichkaridagilar va stollarini endi bo'lsa sexda obzor qilamiz keyin. Bu o'sha 308 hozir ko'rsatgan ishlarimizni to'q rangini xohlaganlarga to'q rangi. Bu ham juda ham go'zal tushadi. Bu rangda qilgan ishlarimiz bor. Ochiq svetda bo'lsa, yaqqol, yorqin bu nima ko'zga yarqib tashlanadigan juda ham go'zal. Qalin turetskiy materialda bo'lgan bu ham. Tozalanishi ham udobniy. Versace tuki o'sgan, lekin tozalanishga juda ham udobniy. Material zo'r material. Tavsiya qilaman buni ham. Hop, har xil ranglari bor bu matomizda. Arqaliklarigacha o'ziniki bo'ladi. Buni ham 7 million 500 ming so'm. Rangida puli o'zgarmaydi. Umuman turetskiy materiallarda hammasini pastki narxi bir xil. Juda ham qimmatlari bor, ularga ham ozgina qo'shiladi. Hop, arzonroqlari bor, ularni arzonlatib beramiz. Bu Panda 2 2026 da xudo xolasa eng trendga chiqadigan modellarimizdan, juda ham skromniy qo'l bo'lishlarigacha suriladigan mexanizmlik spinkalari ham suriladi. Bugatti'mizda birga bir ishlangan varianti undan ham ko'ra skromniy. O'ta go'zal. Sidinasi 95 cm lik 1 metrlik spanli bo'ladi.
Hop, xohlovchilarga hozir stolsiz holatini ham ko'rsatamiz. Mana bufiga bar hisobida ham qo'yib ishlatsa bo'ladi. Endi hozir barli qilib ko'rsatamiz. Mana bu holatda orasini ochsalaring. Oraliqqa qo'shiladi. Barli juda ham go'zal dizayn bo'ladi. Turetskiy model bunimiz ham o'ta ham go'zal holatda. Qo'l bo'lishlari ham har bittasi suriladi, kengayib bemalol spalniy qilaverasizlar. Yostiqlarini ham xohlasalang xohlagan ranglarda qilib beramiz. Har xil rang xohlovchilarga rang-barang. Bu ham o'zgacha vid beradi. Narxi bu yangilik modelimiz. Razmeri shu holatida 420 bo'lyapti. Bu yog'i 265. Buni 11 million so'm chiqqan. Bugatti bilan bir xil. Zafar Mebelda obunachilarga yangilik modelimizni, xohlasa yangilik modelimizni yurgizish maqsadida buni 10 million so'mdan qilib belgiladik narxini. Xo'p, endi seximizga kirib obzor qilamiz, stollarni tanishtirib o'tamiz. Har doim aytib o'taman, lekin seximizdan video qilishga vaqt bo'lmaydi. Mana ko'ringlar, birinchi sort rossiyskiy machalkalar. Xohlasa juda ham ko'p. Bu tarafda sintofonimiz yostiqlarga solinadi. Pampers prujina deb o'taman har doim. U qanaqa ko'rsatdingizlar? Mana pampers prujina mana shu bo'ladi. Bir donadan отдельный qilib olsam, chochilib ketmaydigan, simi to'kilib, simi qochib ketadigan narsa emas. Xudo xolasa, bularga 3 yil garantiyasini beramiz. Mana o'tirib sakrasa ham xuddi hech narsa qilmaydi, xudo xolasa. Bemalol o'shaning uchun 3 yildan garantiya berib sotaman. Nimaga qimmat? Shuni hisobiga qimmat. Hammasini original, kuygan machalka, ikkinchi sort machalka ishlatilmaydi. Yangi narsa, garantiyali narsa ishlatiladi. Endi qoblovxonalarimizga kirib ko'rsatamiz. İstanbul 2'miz bu. Tortilish jarayonlari. Bu yoqda gul taxtalarimiz. Hamda İstanbul 2 3.8 modelimizda oyoqlari, bu yoqdagilar tumbalardiki. Hammasi. Mana oyoqlar, yong'oq oyoqlar. Hamda mana Bugatti'niki, hamda İstanbul 2'niki. Mana holatda İstanbul 2'ning qo'l bo'lishlari.